Writing balığınızı götürecekmisiniz? Siz albatta conditionallardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi temamiz second conditional bo'ladi. Second conditionalni yasalishini keladigan bo'lsak, if plus past simple va asosiy gap qismida would va fe'lning birinchi shaklidan foydalansak bo'ladi. Va bu qolipdan biza hozirgi va kelasi zamonda noodatiy bo'lgan yoki imkonsiz bo'lgan voqea hodisalar haqida gapirganimizda foydalanamiz. Misol uchun, if I had a lot of money, I would buy a big house. Agarda menda ko'p pul bo'lganimda edi, men katta uy sotib olgan bo'lar edim. Ya'ni gapning mazmuni, men katta uy sotib olganim yo'q, chunki menda ko'p pul yo'q edi. Va second conditionaldan biza kimgadir maslahat berganda ham foydalanamiz. Men sen o'rningda bo'lsam, bu ishni qilar edim degan ma'nodagi gaplarni tuzganimizda. Ya'ni bunda if I were you, men sen o'rningda bo'lsam deb ishlatiladi. Ya'ni bunda qarang. Misol, if I were you, agarda men sen o'rningda bo'lsam, I would eat less chocolate. Men kamroq shokolad yegan bo'lardim. If I were you, I would eat less chocolate. Kommentariyada bemalol o'zlaringizning misollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa bir dona like ham va repost ham kutib qolamiz.